Yaxshimisizlar, jonkalar, qalaysizlar, qizlar, jonlar, qirmizlar. Ishlar yaxshimi? Bir kuni meni mana mamashalar video qo'ya olmadim, kech bo'lsa ham qo'ydim, iloji yo'q. Mamashalar, shu Ispaniyadan chiqishim qiyin-da qizlar. Bu qildim, o'rnimdan turib, uborkani boshladim. Uborka qilmadim, lekin paretkalab hamma joy Ispaniyaga ertalabgacha botib ketadi. Bolam inji qizlar. Tishi chiqyapti, quloq og'riydi qizlar. To'g'ri, shu qulog'ini og'rig'i mana o'zimdan o'tdi, cho'la bolamga ham. Kimda qanaqa sizlarda bolangni ham quloq og'riydimi? Quloq og'risa, ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi bo'lami. Ashna qilib bobom bilan ovora bo'ldim. Uylarni bir sira yig'ishtirdim. Uylaringizni obzor qilib ko'rsating deyishibdi. Xudo xolasa obzor qilib ko'rsataman qizlar. O'zi 2 xonagina koshonam bor, Allohimga shukr. Paratkalab hamma joyda chiroyli qilib chiqdim. Uyimga ko'tingiz chiqsa boshingiz sig'maydi, boshingiz chiqsa ko'tingiz sig'maydi. Hamma narsa bor. Hamma narsa topasizlar. Endi Allohim xudo xolasa yangi uylar ham nasib qilib qolar. Hovli joy qilishga harakat qilyapmiz, xudo xolasa. Chiqib sovuq ko'cha nima qilishni bilmadim qizlar. Ko'chalarim yaramayapti. Dan ozgina o'ylanib turdim. Qo'shnim Rossiyadan kelib, u bilan so'rashib, salom alaykum qilib. Shu bilan qarasam, shipirga menga qarab, meni olib shipir, davay deb ko'zini multillatib turibdi. Xo'p bo'ladi deb pirishni boshladim qizlar. Qarasam, shipirgim ketib, qo'shnimdan 15,000 so'mga shipirga oldim. Shu bilan chiroyli qilib, hamma joyda chinni chiroq qilib shipirdim. Yaxshi ham kundamin qilib asfalt qilib olgan. Bo'lmasa batlarda yurib bo'lmas edi. Qora sitam ham turibdi, mana yuvasammi deb qizimni chaqirdim. Ikkala qizim ham menga yordam berib, hamma joyda chiroyli qilib tozalab oldik. Keyin qizlar, jonlar, eringiz haqida ma'lumot bering, nima bo'ldi? Endi erim ketdi, qaytmaydi, iloji yo'q qaytishdi ham. Endi nima deysizlar, ketadi, yalanmayman, o'lmayman-ku axiri. Er deb o'lishim shart emas-ku, uchta bola borlar, jonlar, nima deysizlar? Bolalarni bag'iga tavakkal endi Allohim. O'zi bir yo'lga boshlaydi. Yaxshi ham ishlayman, ishim bor. Bir gap bo'lar, to'g'ri yo'lga o'zi boshlaydi. Mayli, endi nima qilardim? Dod faryod qilarmidim, yig'lab o'zim bir narsa qilarmidim. Shuncha odam ersiz o'lmagan, men ham o'lmayman, jonkalari. Pashti 60% ayollar ersiz, eri tashagan, beva, yolg'iz ona. Mayli, peshonada bor. Allohim aytgani bo'ladi, Xudodan nima kuchlimidik. Menga shunaqa yozgan, shuni ko'ryapman jonkalar. Bolalarni aytinglar, mamashalar, bolalarni aytinglar, borligini aytinglar. Shular uchun yashaymiz deb, boshqa kim uchun yashar? Bolajonlar uchun, men bolalarim uchun, nimalardan kechmayman qizlar. Ularni tilab olganman. Menga bolalar, ota-onam, bolalarim birinchi o'rinda, jonkalarim. Endi bag'i tavakkal, o'zim 3 ta bolam. Alloh men bilan, sizlar men bilansizlar. Bag'i bir gap bo'lar, peshonada bordi. Ko'ramizda, Alloh kunlarga shukr, qizlar. Borlaringga shukr. Ashna qilib ko'chalarni tozalab, sekingina uyga kirsam, Shertoy ishni bajaribdi. Ko'chalarimga ahamiyat bermanglar qizlar. Ko'chalar rasvo. Xudo xolasa kunlar issabda remont qilaman. Oldilarimni chiroyli qilib remont qilib, oxlab. Ayniga martaman desam, havo sovuqligiga arta olmadim qizlar. Endi havolar issiq, xudo xolasa hayitga inshaalloh zo'r qilib bitta generalniy uborka qilaman. Uyda narsalarni ko'pini olib chiqib tashlayman. Kalibelkada o'zi bolam yotmayapti qizlar. Kalibelkani olib qo'yaman yig'ishtirib. Bobomni bittagina yuvintirdim. Nimalarini yuvib, ish bajarib o'tib ketibdi. Ularni yuvib kirmochnaga kirdi tiqdim. Bugungi kunim shu bilan o'tdi qizlar. Ovqat qilardim. Yaxshi ham onam birga. Alloh rozi bo'lsin. Onalarimiz sog' bo'lsin. Shunaqami qizlar? Umrimiz shunaqa tez o'tyapti. Uspet qilmayapman hech narsaga. Sog' bo'linglar, like, podpiska, istaringdan chiqmasin, jonkalarim.